Assalomu alaykum qarindoshlar. Jibron Xalil Jibronning Danishmand nomli kitobining davomini o'qisam, bu kitobni o'qishdagi maqsadim bizniki shu ruhiy sog'lomligimizga ozroq bo'lsa foydasi bo'ladi degan umid o'qiyapman. Jinoyat va jazo. Bu shahardagi sodiyalardan biri kishilar to'pining oldiga chiqib mundoq dedi: Bizga jinoyat va jazo haqida so'zlab bergan bo'lsangiz. Bu mundoq javob berdi: Ruhing shamolga ergishib uchganda, sen yolg'izlikdan shaytonning keyniga kirib, o'zgalarga shundoqla o'zingga uvol qilasan. Shu uvolchilik tufaylidan sen omadli kishilarning ishkini cheksan va so'g'uq muomalaga uchraysan. Sizlarning ilohiy xislatinglar xuddi bepoyon dengizga o'xshaydi. Ilohiy xislatinglar mangu bulg'anmaydi, xuddi havoga o'xshash. Faqat qanoti bor kishilarning o'lishiga yordam beradi. Ilohiy xislatinglar quyoshga o'xshaydi. Ilohiy xislatinglar chashqan to'shki va yilon chayonlarning uvusini yoritmaydi. Lekin ilohiy xislatinglar oranglarda yigona turmaydi. Oranglardagi bir qismlarda inson tabiati bor. Yana bir qismlarda inson tabiati shakllanmagan. İnsan bulup şekillenmeyen aşılar uyku ketken bulup, tushidagi tutak arasida mangdab yurib uyg'onishga urinmoqda. Men bu yerda sizlarning insoniy tabiatlar haqida so'zlamoqchi bo'layapman. Chunki sizlarning insoniy tabiatlar jinoyat va jazoni biladi. Sizlarning ilohiy hislarlarmi istutak arasida mangdab yurayotganlarmi uni bilmaydi. Men sizlarning biror gunohkor haqida so'zlashganinglarda xuddi u kishi sizlarning oranglardagi odam emas, balki bir yot maxluqdek. U bu dunyoga boshqa bir dunyodan kelib qolgandek bas munozara qilishganini pat-pat anglab qolaman. Men shundoq deymanki, poklik va samimiylik qalbinglardagi yaxshilikdan ustun tura olmaydi. To'g'ri yuraklik va hiligarlikmi qalbinglardagi rezillikten tuyan turmaydı. Bir tal yupurmak özü turgan şu bir bütün daraxtning kaşilisi tüpeyden sargıyıp ketidi. Bir günahkarmı başkalarının şekilsiz hem yuşurun quturtursizliğin hali emas. Sizler xuddi bir qo'shin o'xshash birga qadam tashlab ilohiy hislatinglarni nishon qilib olg'a ilgarilaysizlar. Sizlar yo'l, shundaqla yo'lovchi. Oranglardagi biror kishining yiqilishi yo'l ustida sizlar putlashadigan tosh borligidan bishorat beradi. Yiqilg'uchi sizlar uchun yiqilgan bo'ladi. Shundaq, u yiqilg'uchi sapning oldida ilgirlab ketguchilar uchun bu yiqilgan. Chunki ilgirlab ketguchilarning qadami tiz ham puxta bo'lgani bilan ular keyingilar putlashadigan toshni elib etmaganda. Gerçi ko'nglinglarga ig'ir tuyulsimi, yana mundaq so'zlarimi bor. O'ltirilguchi o'zining o'ltirilishidan pushaymon qilmay qolmaydi. Talon-taroj qilinguchi o'zining talon-taroj qilinishida o'z mas'uliyati borligidan o'kinmay qolmaydi. Razil kishilarning qilmishlari oldida boshqalarni gunohsiz hisoblanmaydi. Jinoyatchining qilmishida atrofidagi kishilarning mas'uliyati bor. Shundoq, jinoyatchi ko'p chog'larda ziyonga uchraguvchining qurbonligi bo'lib qoladi. Jazo ba'zida gunohsiz kishilarga berilib, ularga tengilgan jinoiy yuk bo'lib qoladi. Sizlar haq bilan nohaqni, yaxshi bilan yomonni ayriy olmay qolasizlar. Chunki ular xuddi birlashtirib to'qilgan qora va oq ipga o'xshash tang mavjud bo'lib turadi. Qora ip uzilganda to'qimchi raqtni tekshirib chiqadi. Dastgohni tekshiradi. Agar sizlar sadoqatsiz biror xotinni sotlamoqchi bo'lganda, oldi bilan uning erining qalbini tarozisiga silib ko'ringlar. Erining ruhini o'lchab boqinglar. Kishilarga zarar yetkazuvchilarni qamchilamoqchi bo'lgan kishi oldi bilan zarar yetkazuvchining qalbini kuzatib boqsin.
Aranglardaki haqqaniyat nomi bilan bir tüp rezillik daraxtini kesib tashlamoqchi bo'lgan kishi oldi bilan shu daraxtning yiltiziga qarab baqsin. U cho'qim yiltizlarning yaxshi bilan yomonini, meva berdigini bilan meva bermaydiganining hammasi bir-biriga tutishib, jimjit zimin bag'rida o'sayotganligini ko'rdi. Sizlar haqqoniyatni saqlamoqchi bo'lgan so'tchilar, sizlar og'zida kulib chaqchaq, qo'ynida palchi pichoq kishilarga qanday hukm qilasizlar? Sizlar boshqalarning jismini o'ltirgan, lekin o'zining ro'yi o'ltirilgan kishini qanday jazolamoqchi? Sizlar quv ham qo'pol, lekin moyatda xo'rlangan, majburlanganlar ustidan qanday shikoyat qilmoqchi? Sizlar gunohdan pushaymon, o'kinishi ortiq kishilarni qanday ayblamoqchi? Tövbe qilish sizlar yoqtiradigan ham amal qilib kelgan mizon emasmi? Ammo sizlar tövbe qilish huquqini begunoh kishilarga berolmadinglar. Haqiqiy jinoyatchining razil qalbini ilib tashlamadinglar. Pushaymon o'zligidan yerim kechida nido qilib, kishilarni uyqudan uyg'otdi. Ularni o'z gunohiga tövbe qildirdi. Sizlardek haqqoniyatni tushunmoqchi bo'lgan kishilar agar yo'riqliq turib barliq harakatlarni kuzatmasanglar, undaqda nimani bilalaysizlar? Faqat hammani to'liq kuzatgan chig'inglardala ondan o'ri turg'uchi va yiqilg'uchining iblis tabiatli kechalar bilan ilohiy hislatli kunduzlar oralig'idagi g'um qo'ynida turgan birlik kishi ekanligini bilasizlar. Katta saroylarning to'riklari bo'lib turgan toshlardan ul toshlarining tuvan turmaydiganligini bilib qolasizlar. Qonun. Bir advokat mundaq so'radi. Bizning qonunlarimiz qandaqroqkin, danishman? U mundaq javob berdi. Sizlar qonun tuzugiga xushtar, ammo qonunga xiloflik qilishga texmi omroq. Qilmishinglar xuddi dengiz salida o'ynayotgan balalar ixlos bilan qumda munar yasab, ondan kulk sadosi ichida uni buzayotganiga o'xshaydi. Ammo sizlar qum munari yasaganda dengiz yana nurg'un qumlarni chiqarib berdi. Sizlar ashu qum munarlarni buzayotganda dengiz sizlar bilan birga qaqoqlab kuldi. Shundoq dengiz doim oq ko'ngil kishilar bilan birga kuladi. Biroq hayotni dengiz deb qaramaydigan, odamlar tuzgan qonunlarni qum munariga taqqas bilmaguvchilar qanday kishilar? Hayotni qiyo tosh deb biladigan, qonuni bo'lsa shu toshni xohlagancha uydigan iskina deguvchilar qanday kishilar? Usul o'ynag'uvchilardan nafratlanadigan to'kurlar qanday kishilar? O'zi egar to'qimlarga kunib qilib, o'rmonlikdagi erkak bo'g'ularni sarson bo'lib yurgan mo'zaylar deguvchilar qanday kishilar? O'zi qasroq tashlay olmaydigan, ammo qasroq tashlaydigan yilon qatorliq jonivorlarni numussiz qiyri deguvchilar qanday kishilar? To'y ma'rakalarga baldur berib, qong'udak o'ynab, ham to'yg'udak yeb ichib kelgan turuqliq, yana ziyofatlarning hammasi harom, ziyofat berguvchilarning hammasi gunohkor deguvchilar qanday kishilar? Bundaq kishilarni kunduzda quyoshga keynini qilib turg'uvchilar deyishdan boshqa men yana nimani deyalayman? Ular faqat o'zlarining kulangisini ko'ralaydi. Ularning kulangisi dal ularning qonunidir. Ular uchun quyosh kulangiga ko'rsatgich emasmi? Ularning qonuni e'tirof qilganligi yerda o'mlab yurib o'z kulangisini izganligini emasmi? Sizlar quyoshga qarab mang'uchilar, yerdagi kulangilar sizlarni qandoqmi tutib olalaysin? Sizlar shamol bilan birga jahon kezguchilar. Qaysi rangdagi signal bayrog'i sizlarning yo'linglarni ko'rsatib beralaydi? Agar kishilaringlarni turmush ishiklariga urib chaqmasanglar, kishilar tuzgan qonun sizlarni bo'g'alaydimi? Sizlar usul o'ynab hech kimni so'qiyotmagan bo'lsanglar, undaqda sizlar qonundan nimishqa qo'rqisizlar? Sizlar agar o'zinglarning to'llarini yirtib yo'l ustiga tashlab qo'ymagan bo'lsanglar, sizlarni kimmi so'tiy olsin?
urf olis xalqi, sizlar dumboqni yushirib qo'ya olasizlar, sozning torlarini bo'shda o'talaysizlar. Ammo bo'z to'rg'ayning chang'ildab naqsh etishini kimmu cheklay olsin? Hörlük. Bir natiq mundaq o'tindi. Bizga hörlük haqida so'zlab bering. U mundaq javob berdi. Shahar darvozasi atrofida o'choqdagi o't oldida o'zinglarning hörlükga o'mlab yurib bosh urqaliqlarni ko'rdim. Hatto zindondagi mahbuslarmi o'zlarini dafsan qilgan zolim podshohga tiz bukdi. Anga madiha o'qiydi. Va darhol oranglardagi eng erkin kishilarning ibodatxonlarida, shahar qo'rg'onlarining soylarida hörlükni o'zlariga taqab qilib silib olganligini ko'rdim. Sizlarning hörlükka intilish orzunglarning bezakka aylanib qolganligidan qalbim azoblanadi. Sizlar hörlükni viviska deb qaramagan chog'inglardala hör bo'la olaysizlar. Gündüzleri g'am g'ashidan xoli bo'lolmagan, kechalari orzu armon ishqida hasrat chekkan chog'inglarda hör bo'la olaysizlar. Sizlarni qo'rshib olgan ashu shaylardan g'am andis halqi olgan chog'inglarda hör bo'la olaysizlar. Mubodo sizlarning qalb saharinglarni o'rab turgan zanjirlar uzilmaydigan, sizlar o'zinglarning kecha va kunduzlaridan qandoqmi halqi olasizlar? Gerçi zanjir halqalari quyosh nurida chaqnab, ko'zinglarni ola chakman qilib etgan bo'lsa-mu, sizlar aytgan hörlükning o'zi dal ashu mazmut zanjirdir. Hörlük acaba o'z tininglarning parchalari emasmi? Sizlar ashu parchalarning hörlükka tegishini xohlamsizlar? Agar u sizlar bekor qilmoqchi bo'lgan va adil bo'lmagan bir qonun deyilsa, uni sizlar o'z qo'linglar bilan peshonanglarga uyib qo'ygan xolos. Sizlar garchi barliq qonun kitoblaringlarni ko'ydirib etsanglarmi, Saudiyalaringlarning peshonasini butun bir dengizning suvi bilan yusanglarmi, uni o'chirib o'tolmaysizlar. Agar u sizlar og'dirib o'tmoqchi bo'lgan zolim podshoh bo'lsa, oldi bilan uning qalb qasringlardan yo'qolmaganligiga qaranglar. Chunki sizlarning hörlükinglar mustabidlikdan mustasno bo'lsa, hamda o'zinglarni qadrlashinglar nomusliq bo'lmasa, bir zolim podshoh sizlardek o'zini qadrlashni biladigan hör kishilarga qandoqmi hukmronlik qila olsin? Mubodo u sizlar qutuldirmoqchi bo'lgan bir xil g'am andishi bo'lsa, uni o'zinglar topgan. Hech kim sizlarga majburlab tangan emas. Mubodo u sizlar yo'qotmoqchi bo'lgan bir xil sarosima bo'lsa, u sizlarni tashvishga solg'uvchilarning qo'lida bo'lmasdan, balki sizlarning yuraginglardan o'rin olgan. Tahqiqki ilkingda aylanayotgan barliq shaylar, orzu armon bilan sarosima, nafrat bilan yistashlik, intilish bilan chekinish qatorliqlarning hammasi mangu o'zaro giralishib ketgan bo'ladi. Bu shaylar xuddi yo'ruq bilan qorong'ulik juftlardan bo'lib olgandek sening ilkingda harakatlanib aylanadi. Qorong'ulik yo'qolgan chog'da qilib qolgan yo'ruqlik yana boshqa bir xil yo'ruqlikning kulangisiga aylanadi. Shundaq sizlarning hörlükinglar kishilardan qutulgan chog'da texmi buyuk hörlükning kishilariga aylanadi. Bugun mushu jag'ich bo'lsin, kela qatim qismida aql va qizg'inlik, azob uqubat, o'zingni tushan, savoq qatorliq temalarda o'qishni davomlashtiraman. Allohga omonat, xayr xo'sh